Salamati baxtli, men Aslan Pro Minecraft bo'lar. Bugungi video roligimizda qanday qilib Minecraft to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Sizlar esa ungacha kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bolalar, bu kanal yangi, tezroq 50 ta obunachi yashashimiz kerak. Bolalar, birinchi navbatda mana bu buloqcha nimalarni mana xuddi kompyuterda qilib pastga tushirib qo'yamiz. Uning uchun nima qilasizlar? Direkt albatta videoga kirib klassическийga o'tkazib qo'yasizlar va kirasizlar. Mana buloqlar bosib va metan xuddi kompyuterning bo'lib qoladi. Va mana uni ko'zni qanday qilib chiqarishni ko'pincha odamlar bilmaydi. Men shuni sizlarga o'rgataman. Настройкаga kirasizlar. Klassический rejimga kirib это показать кнопку парную камеру bo'llar. Shuni yoqib qo'yasizlaring bo'llar, o'chib turasizlarda mana bu paydo bo'lib qoladi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib va like bosib qo'ying bo'llar. Biz oyda oxirigacha 50 ta obunachi yashashimiz kerak.